Xullas qarindoshlar, mana bu Xitoylik qarri qizni ko'rsatish bo'yicha menda hech kim massaj qiladigan apparat chiqibdi-de. Bu massaj qiladigan apparat qo'llaringlarni, bo'yinni, belni, oho, hamma joyini massaj qilar ekan o'zi ham. Biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib, imminni o'sha massaj apparatdan Xitoydan zakaz berdim qarindoshlar. Shunaqangi chiroyli korobkada jo'natibdi. Ana endi birgalikda raspakovka qilamiz qarindoshlar. Men kutganimdan ancha-muncha katta narsa keldi. Rangini, chiroyliligini qarasanglarchi buni. Boshlanishi yomon emas qarindoshlar. Endi buni ishlatib ko'rib, keyin aniq javobni aytsa bo'ladi. Burchakdagi knopkachasini bosganim bilaman ishlab ketib qoldi-yu bu massaj apparat. Aytgancha qarindoshlar, bu massaj apparatni Xitoydan nech pulga zakaz qilganimni kommentariyada bir taxmin qilib ko'ringchi. Massaj apparatimizni bir amallab kresloga qo'ygandan keyin jon rohati ekan bu qarindoshlar. Voy mazza qildim. Bo'ynim menga rahmat aytvordi. Xitoylik qari qiz ko'rsatgandagi endi bu massaj apparat, xullas o'sha apparat belni ham rosa zo'r massaj qilar ekan qarindoshlar. Albatta davom etamiz. Ana endi qo'llarimizga navbat. Xullas qarindoshlar, Xitoylik qari qiz aldamabdi. Bu massaj apparat juda ham ajoyib narsa ekan. Menga juda ham yoqdi. Xullas qarindoshlar, shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni Xitoy narxida, ya'ni ancha arzon narxlarda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, 27 va 28 may kunlari 2 kunlik bepul darslik bo'lib o'tadi. Bepul darslikka qatnashish uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali kirib qo'shilsanglar bo'ladi qarindoshlar.